Hurmatli obunachilar, navbatdagi avtomobilimiz Cobalt avtomobili. Mashinamiz 4-pozitsiya 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz holatlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, 4 yaxshi tongda yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashinamiz 2018-yil, avtomatik korobka, metallar ustanovkalar qilindi. Benzinda yurgan mashin. Yangi metallar qo'yildi, mana salonlari, shubkalari ko'rinishi yaxshi chexollar taqib qo'yilgan. Probeglari 104.545 ming yurgan. Test monitorlari bor. 3D poliklar tashib qo'yilgan. Mashinamiz holatlari juda zo'r barqlar bor. Mashinamizda kraskasiga keladigan bo'lsak, passajir tomon oldi krilosda kraskasi bor. Keyin mana shu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, videoda chaqa-chuqacha miyatinachalari bor ekan. Keyin orqa eshigida kraskasi bor. Mashinamizning tan narxi 120 million so'm. Naqd avtokreditga ham chiqadi. Boshlang'ich to'lovlari 26 million so'm bilan chiqibdi. Kapital bank orqali. Kimga qiziq bo'lsa, kelib ko'rib, kraskalarni tekshirib olib, bemalol baraka qilishlari mumkin. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas kafe ro'parasida. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlariga aloqaga chiqib, baraka qilishlari mumkin. Cobalt qidirib yurgan tanishlarga tashib qo'yamiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.